O'sh bozorida biznes qilaman degan kuka opa singillar uchun bir joy sotuvda. Bir emas, ikkita joy sotuvda. Ko'ryapsiz, bozori anchalar yurib qolgan, odamlar gavjum va juda ko'p qatorlar уже ochilib bo'lgan. Ketdik. O'sh bozorining orqa qatoridan kirganda boshida 25-qatorda ikkita joy sotilyapti. Endi ba'zi narsalarda bozordagilardan informatsiya olgan bo'lib, bu yerlar arzonmush, past tomonlar tevaga nisbatan. Lekin jigar kelajakda mo tomonda vokzal tushadi degan gap bor. Birinchi nari ko'cha tomondan kirgan emas, aksincha bu yerdan kirgan qatorlar ko'tarilib ketishi ham mumkin narxi. Shunday informatsiyalar ham eshitib, o'zim uchun ham bitta ma'lumot olib qo'ydim. Mo'shda o'zim olib qolmanmi deganda. Lekin hozircha sizda imkoniyat bor. Ha, ikkita joy bo'lib ham oxirgi narxlari shu detta 13,5 ming dollar deyapti. Yana bir kelishim yo'llari bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizlar, savdo qilishyapti, bu yerda ochilgan. Siz yolg'iz emassiz degandek. Mana bu uje ichochilar qo'yilgan, podsvetkalar qo'yilgan. Ikkinchi etajlarda ham hamma yo'qlarini qilib qo'yishgan, apchupkalar qilib 13,5 ming dollardan kelishim yo'llari bilan narxini kelishaverasiz. Ikkita bo'lib ham, yana aytaman, nariyadan kirganda boshi, lekin tevadagi qatordan o'tmay haligi hadoy qatorlar nariga ekan. Lekin almashib qolishi ham mumkin. O'shani nazarda tutyapman. Sog' bo'ling.